1968-yilda Surxondaryoda oddiy bir cho'pon tasodifan butun Markaziy Osiyo tarixini o'zgartirgan narsani topganligini bilarmidingiz? Bu voqea Aqsadbek Nayev qumlar orasidan Mergel ohak toshidan yasalgan Budda haykalchasini topganidan boshlangan. Aynan shu topilma arxeologlarni bu yerga yetakladi va qumlar orasidan butun boshli qadimiy buddaviylik ibodatxonasi Fayoztepani topishdi. Bu joy nafaqat buddaviylik tarixi, balki umumiy O'zbekiston sivilizatsiyasi uchun hikoya so'zlaydigan noyob yodgorlikdir. Fayoztepa 1-7 asrlarga oid bo'lib, Kushon imperiyasining buddaviylik markazi bo'lgan. Rohiblar bu yerda Budda ta'limotini o'qitgan, marosimlar o'tkazgan, ziyoratchilarni qabul qilgan. Ammo qadimda bu maskan ko'p yashamagan. Avval Sasoniylar bosqini zarba bergan, keyinchalik Eftalilar bu joyda dahma sifatida foydalanishgan. Eng katta o'zgarish esa arablar istilosidan so'ng bo'lgan. Shu tariqa Fayoztepa sekin-asta qulab 1000 yillar davomida qum ostida qolib ketgan. Bugun esa Fayoztepa ochiq osmon ostidagi muzey, buddaviylik tarixi, Kushonlar davri va qadimiy Termiz hayotidan darak beruvchi 2000 yillik sirlarni o'ziga yashirgan noyob makon. Tarix unutilmaydi. Unga yaqin bo'lmoqchi bo'lsangiz, Surxondaryoga, qumlar bag'riga yashiringan mana shu sirli qadimiy maskanga tashrif buyuring.